K9 ni oldin hech e'tibor bermagan ekanman. Orqasini qaranglar buni. Juda ham chiroyli ekan. Keyin 4 ta balonni ham tortar ekan buni. Ajoyib ekan lekin. Business class bekorga emas. Eshigini kattaligini ko'ryapsizmi? Qanchalar katta. Bu mashinani kimlar haydaydi, bilasizmi? Shofyorlar haydaydi, xo'jayinlar orqada o'tiradi. Ozod, semini shofyorim bu bir kun ekan. Bo'ladi ekan. Voy. Qara. Katta xo'jayinlar mana shu yerda kompyuterchan qo'yadi, ha? Ishlari hal qilib ketaveradi. Probkada odamlar bilan so'kishib, ha, yo'l ber, qisib ketdi degan narsa bo'lmaydi, ukam. Manzara ekan. Nasib qilsa, ukam. Bir o'zimiz xursand qildik-da. Moykasiga qayerda bunaqa K9? Xudo xolasa niyatda hamma gap. Ukam Qo'rshet. Mana shu uka, senga ham nasib qilsa mana zo'r mashina. Tojikistonlik bu ekan men. Xalas kelaverasizlar akalar.